high-techni yomon ko'raman degan inson ham bu uyni ko'rgandan keyin fikrini o'zgartirishi aniq. Yaxshilab joylashib, yoningizga muzdek kompotlarni qo'yib oling. Ketqizgan vaqtingizga achimaysizlar. 4 qavatli villani birgalashib ko'rib chiqamiz. Kelinglar, men sizlarga darvoza tarafdan bir boshdan ko'rsatib beraman. Xo'p, tashqarisida bemalol 4 ta mashina. Darvoza tarafini ham ko'rasizlarmi? Bemalol 5-6 ta mashinalar ham sig'adi. Ko'rsanglar bo'ladi. Va shu rakursdan bu yoqqa o'zingizlar bitta baho beriladi. Kattagina basseyn, mana shunaqangi monitor turibdi. Bu yoqda oilaviy o'tirish uchun mana shunaqangi besetkalar qilib qo'yilgan. Zelyoniy zonani aytmaysizlarmi? Ishoninglar, bu dachamizda yo'q narsani o'zi yo'q. Kompyuter deysizlarmi, stadion deysizlarmi, hamma sharoitlar mujassam qilib qo'yilgan. Oilaviy mazza qilib, agar ishonveringlar, mana shu dachani xarid qilsanglar, chet elga menimcha уже 1 yilda 5-6 marta chiqib o'tgan odam 1 marta chiqib qo'ysa kerak, chunki hamma sharoit bor-da bu dachada. Xo'p, mana oilaviy stol suv, hovli uchun ajratilgan sanuzellar va yozgi oshxonasi, qozon, o'choq, mangal, shashlik, xullas erkaklarimiz uchun, ayollarimiz uchun barcha qulayliklarni mujassam qilib qo'ygan. Shu rakursdan ham o'zingizlar bitta baho berib, tepasida verandalar. Ana endi tayyor bo'lsanglar, uyimizga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Mana buni qaranglar, bizani o'zbeklik kirishinglar bilan mana shunaqangi keng hol yoqadi-yu. Ayniqsa mana bu handallar aytmaysizlarmi? Xuddi bir ikki tepalardan barglar to'kilayotgandek bo'lib turibdi. Menga juda ham yoqdi. Mягкий zonalar o'zimiz uchun deb qurilgan uy, haqiqiy gap yo'q. Pardalarni ham ko'rasizlar, rayan pardalari qilingan ekan. Xo'p, kirishimiz bilan gостевой samishonniy bo'ldi. Ana endi kelinglar, ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazgan oshxonamizni ham ko'rasizlar. Tanlangan ranglar, bu yoq tarafi to'liq panorama o'yini, tashqari tarafga qarab turibdi. Ayollarimiz oshxonamiz yoqqan bo'lsa, bitta yurichani bosib qo'yasiz. Uyimizda полностью теплый pol. Ana endi kelinglar, bu yoqda hovlidagi basseynni ko'rgan bo'lsanglar, u yozgi. Ana endi men sizlarga qishkisini ko'rsataman. Mana buni ko'rasizlarmi? To'liqonli panorama oyna, bu yoqda saunalargacha sharoitlar qilib qo'yilgan. Kelinglar endi spalni qismini ko'rsatib beraman. Bu yoqda sanuzel qismi va bu yoqda mana birinchi etajimizda uchun ajratilgan spalni, bu master spalni o'z ichida sanuzellarga ega. Ikkinchi etajga to'xtaladigan bo'lsak, naq 4 ta xona bor. Ulardan 3 tasi master spalni. Terasaga to'xtaladigan bo'lsak, mana shunaqangi chiroyli joylar qilib qo'yilgan. Podvalga keladigan bo'lsak, podvalda bilyardniy zona, kompyuter, PlayStation, kattagina kino zonasi bor. Agar sizlarga ham bu dachamiz qiziqtirayotgan bo'lsa, pastda uy egalarining raqamini yozib qoldiramiz.